yubordilar. Ha? Salomat bo'lishsin. Yana boshqa bironta odam salom aytib yuborgani yo'qmi? Amakim o'g'illari ham so'rab qo'ygan degandilar. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video yuzasidan haydovchiga o'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomobil vaqtincha jarima maydoniga saqlash uchun qo'yilmoqda. To'g'riyanmi? Men Instagramda har qanaqa videolar, o'zim mashinamga sirena, antennalar chiqarib harakatlanganman. Instagramda noqonuniy videolar chiqarib aniq qilganman, videolar qo'yganman. Bu ishimdan qattiq afsuslanaman. Men kechirishlarini so'rayman. Bu boshqa narsa, boshqa bu qaytarilmaydi bu vaziyat. Men ijtimoiy tarmoqlarga yana boshqa mashina jentramayli bilan harakatlanib video qo'yganman. Ular akam, o'rtoqlarimning mashinasi. Qilgan ishimdan afsuslanaman, boshqa qaytarilmaydi.